ko'z yoshga majbur qiladigan eng ta'sirli turk dramalari. Ba'zi filmlar bor, ular shunchaki tomosha qilinmaydi, balki yurakka kiradi. Oxiri ko'pincha baxtli bo'lmaydi, lekin aynan shu sababli uzoq vaqt yodda qoladi. Sen mening uyimsan. Bosh rollarda O'zjan Deniz, Fahriye Evjen. Sevgi, xotira va ayriliq haqida chuqur hikoya. Leyla xotirasini yo'qota boshlaydi va sevginini og'ritmaslik uchun uni tark etadi. Ammo ularning oxirgi uchrashuvi nihoyatda ta'sirli yakun bilan tugaydi. Olov va suv. Bosh rollarda O'zjan Deniz, Yasemin Allen. Majburiy ajralish, yashirin farzand va yillar o'tib qaytgan sevgi haqida. Ammo tashqi kuchlar ularning baxtiga yana to'sqinlik qiladi. Bir nafas kifoya. Bosh rollarda Sechkin O'zdemir, Tuvana Turkay. Sevgi orqali hayotga qaytgan yigit yana og'ir sinovga duch keladi. Oxirida u sevgan insoni uchun o'zini qurbon qiladi. 7-bo'lmadagi mo'jiza. Bosh rollarda Araz Bulut Inemli, Nisa Sofiya Aksongur. Adolat, mehr va insoniylik haqida kuchli drama. Otaning qiziga bo'lgan sof muhabbati tomoshabinni chuqur o'ylantiradi. Yovoyi asal. Bosh rollarda Chag'atay Uluzoy, Leyla Lidiya Tug'utlu. Sevgi va ruhiy kasallik o'rtasidagi kurash. Ba'zida sevgi insonni ketishga majbur qiladi. Bu filmlar sevgi, yo'qotish, sadoqat va og'riqni bir joyga jamlaydi. Qaysi birini birinchi ko'rasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi qiziqarli yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Toshkentliklar 24 kanaliga obuna bo'ling.